Qanchalik qazanlı yotib qoldi, bir so'ray. Bu kishining jini tumirmiki deb qoldim men. Raslam. Öy kelsak taqi bir layoqatlik atiga bulanmadik. Ballalarimizga layoqatlik dadataga bulanmadik. Sirtqa chiqsak xizmatning besimi, hele un tugigan, hele say tugigan, hele tok tugigan, hele gaz tugigan, hele binas tugigan ish qilib nima ishlam qilsa, shu taladagi aptapdan boshqa narsaning hammasiga şu pullam ketiglik hazır. Pul tapmasak da bo'lmasa. Ata-onamizni yaxshi beqish uchun shu pul ketgan tuqqanlar. Farzandlarimizni shu, oilamizni shu, endi bu er kishi bo'lganligimiz uchun butun mas'uliyatni gardinimizga olib turib, tishimizga tishlab turib ishlaymiz-ken. Ya boshliq qo'z ko'ranga olmayotgan. Savdo qilgan bo'lsak, bir savdimizni joyida qildi deb shunchalik tirishib qilmoqmizga-yu, lekin ko'ngildagiday bo'lmayotgan. Men bu tuqqanlarmış sopunumni təşviqat qılıvat qılıb bek uzun bo'ldi. Haqiqatan qılıvat etmə. Qollab bədənlər hesabda 12 gündən eşib bulabdı. 3500 adam setib hepsini malını. Hazır kadar nəhayət yaxşı inkas bergen boldunlar. Muşunda yaxşı malını təşviq qilib hamma adamga bildirish uchun bir jarayon ketgan. Haqiqatan his qildim tuqqanlar. Yaxshi narsaning tonilmaqqa taskan, lekin tonilib bo'lsa, ishini cho'qim tatgan, mush javr japaga tushliq cho'qim ajr bo'ldi deb o'ylayman. Barliq oilasi uchun to'xtamay mushunda tirishayotgan barliq aziz do'stlarimiz har joyda omon bo'linglar. 80-90-yilning ballari joyo